Qadrli o'quvchilar, ingliz tili kursimizdagi ikkinchi video darsiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ingliz tilida sonlarni o'rganish bilan video darsimizni boshlaymiz. Xo'sh, bizda sonlar ingliz tilida numbers deb ataladi. Yana bir marotaba takrorlayman, ingliz tilida numbers deb ataladi. Xo'sh, bizda birinchi bo'lib hozir bizlar birgalikda 0 dan toki 10 gacha bo'lgan raqamlarni birgalikda o'rganamiz. Xo'sh, bizda 0 0 deb ataladi. 0 0 deb ataladi. 1 esa 1, 2 esa 2, 3 esa 3, 4 esa 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 hamda 10, 11 deb ataladi. Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa, bizda 11 dan toki 20 gacha ham raqamlar bir-biridan biroz farq qiladi. Xo'sh, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19 hamda 20 esa 20. Biz 1 dan 19 gacha bo'lgan raqamlarni yoki sonlarni yodlab bo'lsak, bu yog'iga qiyinchiliksiz davom etib yodlayversak bo'ladi. Xo'sh, bizda undan keyin toki 20 dan 29 gacha 20 so'zi ishlatiladi. Masalan, 20 ni o'zi 20, 21 da esa 20, ya'ni 20 ni o'zi hamda 1 dagi 1 ishlatiladi. 21. 22 da esa 22, 2 da 2 turibdi. Hamda 23, 24 hamda 25. Va shu bilan toki 29 gacha davom etaveradi. Boshiga 20 so'zi qo'shiladi hamda bu yog'iga ikkinchi qismiga esa 1 dan toki 9 gacha bo'lgan sonlar qo'shib aytiladi birgalikda. Xo'sh, endi biz har bir sonni emas, faqat o'nlik sonlarni birgalikda yodlab chiqamiz. Va biz keyingi yodlaydigan o'ntalik son bu 30, ya'ni 30. 30 deb ataladi. 31 31, 32 esa 32 hisoblanadi. Va undan keyin bizda 40 so'zi mavjud. 40 degani 40 degan ma'noni anglatadi. 41 41, 42 42, 49 49 shu kabi davom etadi. Va bizda 50 50, 60 60, 70 esa 70, 80 80, 90 90. Toki 99 gacha har bir son xuddi shunday davom etadi. Va bundan keyin bizda mavjud bo'lgan raqamlar 100. Bizda 100 raqami 100 deb ataladi. Bundan tashqari biz 100 va qaysidir sonni aytayotganda biz n bog'lovchisini ishlatamiz. Masalan, bizda 101 bu yerda 101. Masalan, bizda 112 sonini aytadigan bo'lsak, bizda 100 and bizda 12 bu yerda 12, 112. Xo'sh, bizda agar 200 ni aytmoqchi bo'lsak, shunchaki 100 oldidan ikki so'zini qo'ysak bo'ldi. 200. Agar 300 demoqchi bo'lsak, bu yerda bizda 3 300 esa 100. Shu bilan birgalikda 300 so'zi 300 bo'ladi. Toki 900 gacha xuddi shunday davom etadi. Va bizda 1000 soni mavjud. Va 1000 soni bizda 1000 deb ataladi. 2000 2000, 10,000 esa 10,000. Agar 9000 yoki 8000 deydigan bo'lsak, 8000 yoki 9000 deb ataladi. Va bizda
eng katta bugungacha o'rganadigan sonimiz bu million hisoblanadi. 1 million, 2 million, 3 million xuddi shunday davom etadi. Xo'sh, bizda hozircha raqamlar qismida aynan shulardan iborat edi. Unday bo'ladigan bo'lsa, biz darsimizni davom ettiramiz va bizga keyingi o'rganadigan grammatikadagi eng muhim mavzulardan biri an mavzusi. Bizda artikellar mavjud ingliz tilida va biz bugun o'tadigan ikkita artikel a hamda an artikellari. Va bugun bizlar sizlar bilan a va n artikellari orasidagi farq va ular qayerda ishlatilishi kerakligini birgalikda o'rganib chiqamiz. A va n asosan bir xil ma'noni anglatadi va ular har doim otdan oldin keladi. Ya'ni bizda a yoki n artikellari hamda noun keladi va bizda noun har doim birlik shaklda bo'lishi kerak. Ya'ni birlik otdan oldin keladi. Masalan, bizda book, a book deb aytilishi biz a book deb aytishimiz majburiy, lekin biz hech qachon a books deb ayta olmaymiz. Chunki bu xato hisoblanadi. Ko'plik ot bilan biz artikel a va n artikellarini ishlata olmaymiz. Xo'sh, endi ular orasidagi farqqa keladigan bo'lsak, a artikeli asosan va har doim undosh tovushlardan oldin ishlatiladi. Bu nima degani? Biz aytayotgan otda, ya'ni ushbu so'zda birinchi tovushi agarda undosh bo'ladigan bo'lsa, bizda a artikel ishlatiladi. Birinchi tovushi agarda unli bo'ladigan bo'lsa, n artikeldan foydalaniladi. Masalan, a book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck, an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella. Va shu bilan birgalikda judayam ko'pchilik tovush va harflarni bir xil deb o'ylaydi va undosh harf kelgan joylarda a artikelni ishlatib ketaveradi. Masalan, bizda hour so'zida, ya'ni soat ma'nosini bildiradi. H, ya'ni H harfi birinchi bo'lib kelyapti. Aslida bu undosh harf hisoblanadi. Lekin biz talaffuz qilayotganda biz uni hour deb talaffuz qilamiz. Ya'ni birinchi bu yerda tovush bizda unli bo'lyapti. Va bizda birinchi tovush unli bo'lganligi sababli bu otning oldidan biz n artikelni ishlatamiz. Yoki ushbu so'z universitet so'zi, a university, ya'ni birinchi tovushi birinchi harf unli bo'lgani bilan birinchi tovushi universityda j bo'lganligi uchun, ya'ni undosh bo'lganligi uchun bizda a artikeli bu yerda qo'llaniladi. Bundan tashqari biz a va n artikellarini sifat va ot birgalikda kelganda ham ishlatamiz. Bunda asosan bizda bu safar otda emas, otdan oldin sifat kelganligi sababli sifatning birinchi tovushiga e'tibor qaratamiz va o'shanga qarab a yoki n artikellarini qo'yamiz. Masalan, a cold day. Bu yerda undosh tovush, shuning uchun a. Very crazy person. Birinchi tovush undosh bo'lganligi sababli bu yerda ham a. An easy lesson. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda aslida otda bizda birinchi tovush undosh bo'ldi, lekin undan oldin kelayotgan sifatda birinchi tovush unli bo'lganligi sababli biz n artikelini qo'lladik. Yoki an interesting class. Bu yerda ham ushbu hodisa ro'y bermoqda. Bizda class so'zida asosan undosh tovush, lekin undan oldin kelgan sifatda esa unli tovush bo'lganligi sababli biz n artikelini ishlatamiz. Xo'p, unday bo'lsa biz keyingi o'rganadigan mavzuyimiz ushbu mavzu plural nouns, ya'ni ko'plik otlar.
Bizda o'zbek tilida asosan lar qo'shimchasi qo'shish orqali otlar ko'plik otlarga aylanadi. Lekin ingliz tilida faqatgina lar tovushi, ya'ni bittagina tovush emas. Oxirida tugagan harflarga qarab qaysi bir necha bog'lovchilar yoki harf ushbu otni ko'plik otga o'zgartirishi farq qiladi. Masalan, bizda oddiy undosh harflar bilan tugagan undosh yoki unli harflar bilan tugagan so'zlarda asosan as qo'shimchasi qo'shiladi. Asosan as qo'shimchasi qo'shiladi. Lekin bizda istisno holatlar ham mavjud. Bizda 5 ta harf mavjud. Bular as, ya'ni s harfi yoki sh yo ch, ya'ni ch harfi yoki sh, sh harfi va x va z harflaridan keyin esa is qo'shimchasi qo'shiladi. Bu nima degani? Agarda ushbu yuqorida ko'rsatilgan 5 ta harf bilan tugagan birlik otdagi so'zlarga ko'plik otlarga o'zgartirish uchun es, ya'ni mana bu s qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, bus, buses. Agar bu yerda ushbu harflar bilan tugamaganda edi, oddiy s qo'shadi. Masalan, car, cars, dog, dogs. Bu yerda esa ushbu yuqorida ko'rsatilgan 5 ta harf bilan tugagan so'zlar bo'lganligi sababli oxirida es qo'shimchalari qo'shiladi. Bundan tashqari bizda f yoki fe qo'shimchalari bilan yoki harf bilan tugagan so'zlar mavjud. Masalan, live, wolf, life yoki knife. Ushbu so'zlardan keyin bizda ko'plikka aylantirish uchun was qo'shimchasi mavjud. Masalan, live, lives, wolf, wolves, life, lives, knife, knives. Lekin bizda istisno holatlar mavjud. Roof va cliff so'zlaridan keyin oddiy as qo'shimchasi qo'shiladi. Was qo'shimchasi esa bu yerda qo'shilmaydi. Ya'ni roof va cliff so'zlari bilan. Unday bo'lsa biz davom ettiramiz. Bundan tashqari, agarda unli harf bilan hamda y harfi bilan tugagan so'zlar bilan esa oddiy s qo'shimchasi ishlatiladi. Masalan, they, days, cake, case, boy, boys, guy, guys. Lekin undosh harf bilan va undosh harfdan so'ng y, ya'ni mana bu agar harfi bilan tugaydigan bo'lsa, biz ushbu so'zlarni ko'plik otlarga o'zgartirishimiz uchun ies qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Masalan, city, cities, baby, babies, story, stories. Va bizda bundan tashqari oxiri ov bilan tugaydigan so'zlarimiz ham mavjud. Agarda undosh harf va undosh harfdan keyin o harfi bilan tugaydigan so'zlar bo'lsa, bizda oddiygina as qo'shimchasi qo'shiladi. Agarda bizda unli harf va unli harfdan so'ng o harfi bilan tugagan so'zlar keladigan bo'lsa, biz oddiygina har doimgidek as qo'shimchasini, ya'ni s qo'shimchasini o'zini qo'shamiz. Agarda undosh harf va undosh harfdan keyin o harfi bilan tugagan so'zlarga esa es qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, hero, heroes, echo, echoes yoki tomato, tomatoes, potato, potatoes. Faqat piano va photo so'zlarida istisnolar mavjud. Piano so'zi pianos emas, pianos. Photo so'zi photos emas, photos bo'ladi. Va undan tashqari bizda umuman, ya'ni birlik holatda ham, ko'plik holatda ham o'zgarmay keladigan so'zlarimiz, otlarimiz mavjud. Masalan, bitta qo'y deganimizda ham, ikkita qo'y deganimizda ham sheep, two sheep deb aytiladi. Yoki deer, ya'ni kiyik so'zi. Deer, to deer. Fish, to fish. Serious, serious.
one species, two species. Va bizda ko'pligi oxiri qandaydir qo'shimcha qo'shiladigan emas, balki butunlay shakli o'zgarib ketadigan bizda irregular nouns ham mavjud. Va bularning orasiga asosan man so'zi kiradi va bu yerda man minga o'zgaradi. Ko'rib turganingizdek a harfi i harfiga o'zgarmoqda. Va child esa childrenga o'zgarmoqda. Food esa feedga, bu yerda ikkita o ning o'rniga ikkita i harfi ishlatilyapti. Tooth da ham xuddi shunday qoladi. Tooth, teeth, mouse, mice, person, people. Shu bilan plural nouns mavzusi shu yerda tugaydi. Va aziz o'quvchilar, shu bilan birgalikda ikkinchi video darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.